Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Bugun 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek, vokzal yonidamiz aziz do'stlar. Bu yonda Jaloliddin ko'piridan tushib kelaverasizlar, Zanalnidan, svetoforda o'tgandan birinchi ko'cha o'ngaylanasiz aziz do'stlar. Qaranglar. Bir zo'r 4 etajli domni 3-etajında 107 metr kvadratda joylashgan, xudo xolasa, kvartiramiz polniy pat ключ bo'lgan. Hamma majlari bilan da turibdi. Ekranda mulk egasi nomerini qo'yamiz, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Bu yerda aziz do'stlar bilasizlar, marshrutkalardan muammo yo'q. 19 ismli avtobuslar ham yurib turibdi aziz do'stlar. Bir zo'r vokzal yonidan ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'zi qidirib yuribdi. Bilaman, katta kvadratli kerakmi? 107, 180, 90 kvadratli kvartiralar kerakmi degan yurtdoshlarimiz uchun zo'r variant. Narxini aziz do'stlar ekranda nomerlar turadi. Bemalol telefon klassidan savdolashib olaverasizlar aziz do'stlar. Shundan girib kelaverasizlar. Bizlarning ko'rib turganlaringizdek qaranglar. 4 etajli, pishgan karushlardan qolin yana 1,5-2 karushli bizlarning uylarimiz sifatlatib, zo'ratib solingan. Bu yerni bilgan biladi aziz do'stlar. Qaranglar. O'zini deski plashatkalari, parkovkalarga ega bo'ladi. Bemalol mashinalar sig'adi aziz do'stlar. Shuning uchun ko'rasizlar, bemalol ekranda nomerlarimiz turadi, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Biz sizlar bilan xudo xolasa ichki qismidan ko'rsatib tanishtiramiz. Birinchi pod'ezd bo'ladi, ana 3-etajda joylashgan bo'ladi. Aziz do'stlar, uyni ichki qismidan ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. Qarang do'stlar, 4 xonali kvartira 107 metr kvadratda joylashgan bo'ladi. Planirovkasini bir qator tushuntiramiz. Bu yerda bir spalnyamiz, kuxnyamiz, katta zalga ega bo'ladi. Bu yon tarafda aziz do'stlar yana bir zalimiz bor. Bu yerda yana bir spalnyamiz bor. Shunda 2 dona spalni, 2 dona zal bo'ladi aziz do'stlar. Giraverish eshigimiz, 2 dona eshik birsi shunday hozirgi zamonaviy eshiklardan qo'yilgan ekan, bir chiroyli aziz do'stlar, og'ir eshiklar ekan, ochilish, beklanishlari ham zo'r ekan aziz do'stlar. Giraverish koridorimiz, ko'rib turganlaringizdek, umumiy joylari kafelardan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Bu gaz svetlardan muammo yo'q. Avtomatikasi sho'ragan aziz do'stlar. Qaranglar, hammalarni oynadan chiqarib turadi, bir chiroyli tutdilar aziz do'stlar. Bunga alohida e'tibor beringlar. Qaranglar, para bir chiroyli uyingizni ochib turadi. Zo'r. Atachento ramkalar qo'yilgan aziz do'stlar, orasida yaldirovlar ham qo'yilgan. Bir zo'r hozirgi zamonaviy remontlardan birsi hojatxonasi, yuvishxonasi alohida bo'ladi. Ganglar, endi sizlar bilan zaldan boshlaylik. Bizani o'zbekimiz, xalqimiz, mehmondo'st zaldan boshlaymiz. Qaranglar, bir katta zal tushgan aziz do'stlar, 107 metr kvadrat bo'lgandan keyin katta bo'ladi. Televizionasini alohida e'tibor berasizlar. Hozirgi zamonaviy televizionalarni qo'yibdilar. Televizorlar ham LG firmasidan ekan. Pastlarimizda g'ollar hamma o'zlari do'shalib turibdi aziz do'stlar. Qaranglar, bir chiroyli bo'lib turibdi. Sak gilamlari menimcha qalinlik ham zo'r aziz do'stlar. Endi uni o'zlaringiz kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Artel firmasidan ko'rib turganlaringizning konditsionerlarimiz, poni ramka bilan chiroyli dizayn. Lustralarga alohida e'tibor berasizlar. 2 dona oynamiz bor uyda aziz do'stlar. Pardasini alohida e'tibor berasizlar. Hozirgi zamonaviy pardalardan chiroylatib qo'yibdilar. Registrlarimiz 2 dona bor. Pastlarimiz laminat pol hammallari. Endi buni menimcha ketishi kerak. Endi uni kelishaverasizlar. Televizionasini aytdik. Uyni egasi aytishi bo'yicha hamma o'zlari bilan dedi. Endi aranni o'zlaringiz kelishaverasizlar. Qaranglar, eshigidim zo'r ekan. Ganglar, bir de endi kuxnyamiz, ayollarimiz uchun kuxnya polniy chiroyli bo'lib turibdi. Gaz plita, duxkonturni kotellarimiz, Royal firmasidan yutishkalarimiz, xolodilniklarimiz aziz do'stlar, televizorlari, yana hamma o'zlari tayyor, laminat pol, yurtlarimizding pechka, mikrovolni hamma o'zlari bor ekan. Gaz plitalar tayyor. Bu yerda bir kichkinagina xalasazlamani chiqarib o'zlaringiz almashlab bersangizlar bo'ladi. Bellarimiz oboydan, Atachento variantdagi oboylardan chiqib turibdi ekan. Bir chiroyli ochib turibdi do'stlar uyni. Qaranglar, maosh eshiklari dimyapti. Tak, keyingi xonamiz. Bu yerda aziz do'stlar, ganglar. Aziz do'stlar, qaranglar. Bir chiroyli spalni tushgan. Bu yerda kattalar uchun spalni qilsangizlar bo'ladi. Ranglarni alohida e'tibor beringlar, qaranglar. Bir zo'r chiroyli ranglarda lustralarimiz qo'yilgan. Yurtlarimizding
natijnoy, galageller aylangan, bir chiroylatib, ko'ngildan ishlagan ekan, ustalar ham gap yo'q. Ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz aziz do'stlar. To'liq ma'lumotlarni bilib olaman desangizlar, bemalol narxi bilaman, qiziq. Aziz do'stlar, ekranda telefon nomerlari urib, narxini bilib olsangiz bo'ladi. Vokzal yandan 107 metr kvadratda kvartira qidirib yurgan do'stlaringizga shu videorolik tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Yanglaydi. Tak, yana bir narsani alohida aytib o'taylik. Reelsda tashalgan ekan. Mana qarang, hozirgi zamonaviy Reelslar svetlarga qarang, bir chiroyli bu yon tarafda imidnina hozirgi zamonaviy lampochkalarni qo'yibdilar. Bu yon tarafda yana bir spalni, detskiy spalni ranglarini alohida e'tibor berasizlar. Bir chiroyli ranglarni tanlabdilar. Hozirgi trendda turgan ranglar. Mana shunday ajoyib. Bir de hamma o'zlari qoladi. Kenglar, yana bir zalni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Tak, bir de katta oynalarni qo'yibdilar. Bir chiroyli bo'lib turibdi do'stlar. Bu yon tarafda yana bir xona, bu zal. Konditsionerimiz bor ekan bu yerda ham televizorlar osilgan do'stlar, yurib turganlaringizdan ramkalar ham qo'yganlar chiroylisidan, g'ollarni döşepdilar tozasidan aziz do'stlar. Konditsionerimiz bor, jaluzlar qo'yilgan, registrlarimiz bor. Aziz do'stlar, bu yon tarafda kichkina bo'lsa ham o'zini balkonga ega bo'ladi. Hamma shahar yo'nib turibdi. Ana doğrumuzda aziz do'stlar, ana Medinst. Ana. Şu yerdan ana ko'pirdan tushib kelaverasiz aziz do'stlar. Vokzalga yaqin, dim yaqin. Patologlarimiz berni ham shunday aziz do'stlar, natijnoy, galageller qistirilgan, bir chiroyli bo'lib turibdi. Aziz do'stlar, endi kenglar hojatxonasini ham ko'rsatamiz. Giraver yerlarni ko'rsatdik. Tak, bu yoqda hojatxonasi. Polni kafellardan chiqib, chiroyli bo'lib turibdi aziz do'stlar. Qaranglar. Bu yon tarafda yuvishxonasi, ya'ni vanna. Aynalar qo'yilgan, polni patologgacha kafellar, portishkalarimiz bor, registrlarimiz bor. Tualet hamma o'zlari joy-joyida turibdi aziz do'stlar. Qaranglar, sujelka hamma o'zlarini ega bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu xonadonimiz sotuvda. Xohlasangizlar, naqd pul endi arenda o'zlaringiz kelishib olaverasizlar. Bemalol ekranda mulk egasining nomerini qo'yamiz. Telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Bu uyimiz pishgan karushlardan qurilgan aziz do'stlar. Gap yo'q, yana ham qalin 1,5-2 dedi egasini aytishi bo'yicha. Yana nima deymiz? Narxi qiziq bilaman. Telefonadan bilib savdolashib olaverasizlar do'stlar. Hozir bilasizlar, korobka uylarni chasom 6-6,5 dan bo'lib turgandan 107. Ana plus remontini ham ko'rib tursangiz do'stlar, o'zim Yashimonda remont qilgan ekan. Shuning uchun ko'rasizlar, to'g'ri keladi. Bo'lsa, xudo xolasa savdolashib olaverasizlar. Vokzal yandan qidirib yurgan do'stlarga shu videorolikni tashlab qo'yinglar. Agarda sizda ham shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, sotiladi. Bizlarga bemalol murojaat etsangiz bo'ladi. Chiroylatib, obzorlatib YouTube, Instagramga joylashtirib beramiz.